Yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men yana Johnny FC. Sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi Open Pack'imiz bundan oldingi Open Pack'imizdan juda ham yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Bundan oldingi Open Pack'imizda like'lar juda ham yaxshi yig'ildi. Bunda ham yaxshi yig'iladi degan umiddaman. Xo'p, birinchi pack'imiz Serie A'dan bo'ladi. Do'stlar, like va obuna bosish esingizdan chiqmasin. Tezroq biz 50 ta obunachi yig'moqchiman va streamlarni boshlamoqchiman. Bular faqatgina sizning qo'lingizda. Meni faqatgina 1% odam obuna bo'lib kuzatmoqda. Kamida 30% odam obuna bo'lganda ham hozirgacha biz 50 tadan oshgan bo'lar edik. Obuna va like bosish esingizdan chiqmasin. Xo'p, bizga Lopez tushmoqda. Yaxshi o'yinchi umuman tushmadi hozirgacha. Faqatgina La Ligada Lamin bilan, keyin Liga 1da Makelele tushdi. Undan keyin menimcha yaxshi o'yinchilar tushmadi. Xo'p, bizga keyingi qiladigan ishimiz sotuv bo'lingan, ya'ni istoriyaga kiramiz. Bu yerdan biza bepul har kunlik pakni ochib olamiz. Bu yerdan bizga nima tushadi? Xo'p, bizga 100 ta nima berdi? O'yinchining statistikasini o'tkazadigan. Bizga unchalik 100 ta kerak emas. Xo'p, biz ikkita draft tokenni olamiz bu yerdan. Yaqinda U30 keladi. Unda ham open pack qilamiz. Xo'p, bizda 30-kuni PSG va Arsenal o'yini va undan keyin 31 oradan 4 kun, 4-may kuni bizga yangi event kelar ekan. Bu xalqaro World Cup. O'zbekiston ham bor. Hozirda U30da World Cup keladi deb, U30 ya'ni U30 bilan birga keladi deb aytishdi. Xo'p, U30 ni ham biz anchagina open pack qilganmiz. Uni ham joylaymiz. Bu 3 kun oldingi video. Men buni 4 kun yoki 5 kun ichida yig'dim. Shuning uchun Serie A'dan boshlaganman. Hozir U30 bilaman. Serie A'dan boshlab qo'yganman. Mazza qilib ko'ringlar deb ko'proq qilganman. Shuning uchun xo'p, bu yerda ikkita draft bor, uchiramiz. Kim tushar ekan? Yo'q, hech kim yo'q. Bunisida yo'q hech kim. Shundan ham agar unda draft bo'lganda uchirardim, ammo hozir bizda 2 dona qolgan. Uchirdim. Afsus, bittaga qoladigan bo'ldi. Nigren tushdi. Negr. Lekin o'zi oq. Bilmadim nimaga Nigren deb qo'yishgan. Xo'p, biz bitta topib keldik. Van Basten tushganda ham zo'r bo'lardi. Van Basten menga striker kerak. Juda ham zarur. Hozirda 117 turmoqda. O'shani hatyabi 118 yoki 119 ga almashtirmoqchiman, ammo tushmayapti. Xo'p, bizga walkout Ispaniya SV Como. Barselona bo'lganda hatib Kuparis yoki Inoki Martins bo'lardi. Jacobo Ramon tushmoqda. U ham yaxshi, 117, ular bilan teng ekan. Xo'p, keyingisi ikkita draft yana topdik. Xo'p, uchiramiz. Walkout. Menimcha 115 tushdi, chunki juda ham past XP qo'shildi. Argentina, CTM, Como va bu Parrone degan o'yinchi tushmoqda. Comodan juda ham ko'p o'yinchilar kelibdi seriyada. Bunisi kim endi? Xo'p, bunisi Maulinistin degan o'yinchi kelibdi. Vaqti tanimayman bunaqa o'yinchini. Ya'ni 2 dona draft topib keldik. Xo'p, bu yerda bizga tushgan o'yinchi yo'q, hech kim. Kerak emas, musor o'yinchi. Xo'p, keyingisi ham Ederson tushmoqda. Omad kelmayapti. Umuman omad yo'q. Xo'p, keyingisi 10 ta draft topib keldim va biz 10 ta draftni uchiramiz. Menimcha yaxshi o'yinchi tushmadi. Xo'p. Mayli, uchirishda davom etamiz. Bittalab uchiramiz, chunki 10 talikda juda ham yaxshi o'yinchi tushishi qiyin bo'lgan. 115 tushib qolishi mumkin, lekin bittadan ochganda har xil tushishi ham. Bu Italiya striker Inter va bu Espacito. Xo'p, bizga kerak emas o'yinchi, to'g'risini aytsam. Xo'p, keyingisi
5 oshdi. Вообще kerak emas. Lopes tushmoqda. Keyingisi menimcha oshmadi ham. Yo'q, Walkout bor. Oshibdi. Polsha, SM, Inter. Interdan yana bitta o'yinchi. Bu Zelenskiy. O'zi Inter tarkib qolsak ham bo'lar ekan seriyada. Hop, keyingisi 5 ta oshdi. Bundan o'zi o'yin tushmaydi. Hop, keyingisi bundan ham 5 ta oshdi. O'yinchi umuman bermayapti, yaxshi o'yinchi. Hatto 118 berganda ham yaxshi bo'lardi. Menimcha pulaga draft 25 ta qolibdi. Menimcha shu 25 ta ishlatganimizdan keyin beradi shekilli. Ungacha bermasa kerak deb o'ylayapman. Hop. Bizga tushgan o'yinchi Musor. Nigren tushmoqda yana. Bu o'yinchi ham zeriktiradi shekilli oxiri. Hop, biz yana 5 ta topib keldik. 5 ta oshdi. Musor. Hop. Qancha oshdi? Ko'ra olmadim lekin qancha oshganini. Merima deydi. Roldon tushdi. Kerak emas. O'zi Amerikadan umuman bu seriyada o'yinchi kelmagan, yaxshi. Hop, Niderlandiya, striker, yo'q, RB. Kim bu? Van Roich degani tushibdi. Striker bo'lganda Van Basten qo'limizda bo'lgan bo'lardi. Mayli, hop. Wesley tushdi, kerak emas. Keyingisi bu ham Musor va bu Fernandes degani tushibdi. Fernandes yaxshi. Yangi ismlar ko'rmoqdamiz. Hop, 18 ta qolibdi. Hop, keyingisi kim? Musor. Nimagadir yaxshi o'yinchi bermayapti. Hatto 116 yoki 117. Faqatgina 115 dan past o'yinchi olyapmiz. Bunisi Lopes yana. Selektor bordi Lopes. Yana bitta draft topib keldik. Hop, bundan esa yo'q, yaxshi o'yinchi 5 ta oshdi. Umuman kerak emas o'yinchilar tushyapti. Velante degan o'yinchi tushibdi, umuman kerak emas. Keyingisi 115-120 pak bo'ladi. Kim tushadi ko'ramiz. Hop, ketdik. Nechta oshdi? Menimcha shu 117 yoki 116, chunki unchalik ko'p oshmadi. Niderlandiya. SM PSVdan. Menimcha 117 yaxshi. 117 mana olib turganlik. Mana senga 117 deb berdi va yana biz bitta taraf topib keldik. Hop, buni ham uchiramiz. Bundan kim tushadi? 915 ta oshdi. Musor bu ham. Watanabe degan o'yinchi tushibdi. Hop, keyingisi bizdan 5 tadan bittasini tanlab olish. Balki bu yerdan biz Ronaldo Nazariani tanlaymiz. Juda ham yaxshi o'yinchi, Real Madridda o'ynagan, anchagina o'zining talentlari va kuchi bor o'yinchi. Hop, bu yerdan biz 7 kunlikda tugatdik. Bizda 17 mingta shartisi bor ekan, ya'ni James. Buni biz ishlatib boramiz. Sizlar bilan birga albatta. Hop, bu yerda ozgina internet bilan muammo sodir bo'lmoqda. Sizlar bilan uzr so'rayman. Bu uchun ozgina sabr qilamiz. Hop, ishladi. Biza bu yerdan 10 mingta Jamesni olishimiz kerak. Va bizada shu bilan 27 mingta bo'ladi. Internet ozgina qotyapti. Ishlasangchi. Wi-Fi ishlayapti-ku, nima ishlamayapti? Ana endi ishladi. Hop. Biz 10 mingta Jamesni olib olamiz. Qani? 10 mingta James. Yangi akkauntlar uchun shunisi yaxshi. Juda ham zo'r qulayliklar. Mana shu joydan 30 mingta James olsa bo'ladi. Hop, keyingisi bu yerdan biza 5 ta qalqon. Bu qalqonni bilmaydiganlar uchun VS Ataka yoki head to head avtolarda u legendanidan pastda agar qolsangiz, shu qalqon ishlaydi va siz bitta yulduzni yo'qotmaysiz. Bu shuning uchun kerak. Hop, keyingisi biz yana 2 ta voucher olamiz. Bunga biz 5 ta gol urishimiz kerak ekan. Buni biz haliroq qilamiz. Hozirda biz boshqa ish bilan shug'ullanamiz. Hop, bizda 28 mingta bor va biz Star Passga kiramiz. Star Passda bizga 100 ta James va 50 ta treningda o'tkazadigan jeton berar ekan. Internet yana ishlamayapti. Nima bo'lyapti bu internetga bilmayman. Hop, ana endi ishladi. Ikkalasini olib olamiz. Hop, Rukelma ham yaxshi kelgan Star Passda.
har doim starpasda 119 kelgan bo'lsa, bu 118 har doim bir o'rin past bo'ladi. Nimaga bilmayman. U yaxshi o'yinchi. 119 statistikada. Rukelmi anchagina yaxshi o'ynab beradi. Biza ligaga kiramiz. Ligada hech narsa yo'q desam, ikkita draft bor ekan, buni olamiz. Hop, ikkita draft. 28 mingta. Hozircha rank up bo'lim va trening bo'limiga kiramiz. Bu yerdan biza rank up points olishimiz kerak, ammo o'yinchimiz bormi degan narsa meni qiziqtiryapti. Hozircha almashtirmasam kerak, chunki o'yinchi yo'q. Hop, bu yerdan chiqib oldik. Keyingisi biza endi draft uchiramiz. Bizada 10 tadan sal ortiqroq draft bor edi. Hop, biz bularni bittadan uchiramiz. Hop, bir Southampton yo'q, ikkinchisi Lamda tushadi. Hop, bizaga esa Walkout yo'q, Ederson tushmoqda. Labotka, Ederson shular meni вообще asamga tegib bordi, chunki umuman ko'p tushyapti. Seriya yaqinda ketadi. Unga U30 keladi, shuni kutyapman. Hozircha bunda qilib turamiz. 115 dan 120 ga pak keldi. Ochamiz, kim tushadi? Hop, bizadan nechta ochdi? 117 adashmasam. Hop. Qaysi davlat bu? Elva. Nima bu? Qanday bak? Voy, Bawanga degan o'yin tushdi 116. Men kamida 117 kutgandim. Mayli. Boriga shukr, yo'g'iga sabr degan holda yana xuddi o'sha narsani ikkinchi akkauntimda olamiz. Hop, bu yerdan trening, ya'ni har kunlik challenge'lardan buni olamiz va bitta video ko'rish bor. Buni biz ko'ramiz. Hop, keyingi safar bitta draft uyushtiramiz. Bizaga esa hech kim yo'q. Har doimgidek Goto degan o'yin tushmoqda. 15 ta dona draft qolibdi. Hop, biz yana 3 ta topib keldik. Uchiramiz. 20 dona ochdi. 115 yoki 116. Argentina CDM Comodan 116 adashmasam, yo'q 115 ekan. Perrone degan o'yinchi chiqdi. Hop, keyingisi 5 tadan ochdi. Umuman kerak emas o'yinchi tushdi. Hop, keyingisida ham musor. Sergio Dominguez degan o'yinchi chiqdi. Ismlarni qaranglar, qayerdan ism qo'ygan ekan bular. Hop, biz Chouaminini olishga qaror qildik. Boshqa o'yinchi ham yo'q. Chouamini hozir Realda juda ham yaxshi statistika bilan o'ynamoqda. Valverdeni jiddiy jarohatlagan o'yinchi. Boshqalarni ham jiddiy jarohatlaydi degan umiddaman. Bu bilan biz hali ko'p o'yinlarni o'tkazamiz. Real Madrid o'yinchisi Chouamini. Hop, Valverde bilan o'tgan ish yomon bo'ldi, chunki ikkalasi ham bir komandada o'ynardi. Mayli, biz buni qo'yib oldik. Hop, biz buni endi ko'ramiz. Statistikalarni 131 tezligi yaxshi. Bunga endi trening berishimiz kerak. Bizga o'yinchi yetarmikan? Menimcha yetmaydi. Bilinib turibdi yetmasligi. Kakalarni berib yubormaymiz. Hozircha 10 ta berib turamiz. Bularni ham berib yuboraylik, babu kerak emas. Hop. Richard Tevez Kaka kerak. Berib olmaymiz ularni. Kaka. O'z nomi bilan Kaka. Hop, Kakani katorligi kelmadi. 117 kelgan jingada, undan keyin kelmadi. Hop. Seriyada kelsa bo'lardi, masalan, mana Van Bastenning yoniga bitta 119 qilib. Hop, mayli. Cleary degan o'yin tushmoqda. Hop, biz endi yana draft ochishga ketamiz. Bizda 5 ta draft bor. Aytgancha U30 keldi. Men U30 ochgim kelmadi, chunki baribir o'yinchi tushishi qiyin. Menda Yamal bilan Gabriel bor, shularni U30 ga almashtirib olaman va U30 ochmayman. Hozirda menga mana shu yerda ikon draft kerak, 20 dona qoldi. Buni biz ochamiz. Bizga ikon kerak. Men hozircha ZBZ Roberto yoki
Van Bastenni kutyapman. Qolganlari menga kerak emas. Best kerak emas. Best o'rnida Yamal bor, u 30 kartochkasi. Shuning uchun men faqatgina Van Basten yoki Roberto tushishini xohlayapman. Boshqasi menimcha hozircha meni qiziqtirmayapti. Hop. Barzakli tushsa, Salibani o'rniga qo'yishim mumkin. Saliba 117 overall ko'tarish uchun. Lekin o'zi adashmasam Saliba Barzaklidan kuchliroq 117 bo'lsa ham statistikasi anchagina yaxshi chiqqan. Salibaniki hozirda menda Gabriel bor. 30 kartochkasi anchagina yaxshi. Yaxshi o'yinchi tushmayapti umuman, nimagaligini bilmayman. Oxirigacha olib boradi shekilli. Bitta draft qolguncha uni ochaman va menga ikon taqdim etadi. 118 yoki 119, 120 bo'lishi ham mumkin. Bu yerdan bizga yaxshi o'yin tushmadi. Kibbal degan o'yinchi tushmoqda. Xo'p, biz Star Passni ham yakunlab oldik. Biz uchun Star Pass o'z nihoyasiga yetdi. Xo'p, biz Rukelmi 123 120 tur overall qilishim uchun Tots'ni emblemasini yakunlashim kerak. Menga hozircha 400 yoki 200 ta XP kerak. Buni esa men faqatgina shu o'yinchi ochishdan qilaman. Xo'p, bizaga o'yinlar kelgan Arsenal va PSG. Biz bularni o'ynab olamiz. Xo'p, o'ynab oldik. Bizda pakni ochishni boshlaymiz. Xo'p, bizaga kim tushadi? 110 turdan 117 gacha pakda. Katta ehtimol bilan shu 117 tushmaydi. Chunki o'zi 110 tur minimal bo'lsa 115 yoki 116 tushishi mumkin. Chunki maksimum tushmagan. Menga bunaqa paklardan hop pakni ochamiz. Internet yaxshi ishlamayapti. Mayli, kutamiz. Hop, ochildi. Qani, ochdik. Kim tushadi deb o'ylaysizlar? Kommentariyga yozib ketinglar. Videoni to'xtatib turib, men esa ochdim. Ko'ramiz. Shunday internet qochishlari juda ham yomon, to'g'risini aytsam. Odamni kutirib qo'yadi. Ba'zida ishlamasligi ham mumkin. Umuman, hop, biz kutamiz. O'zlaringdan so'rasam, yaxshimi sizlar o'qishlaring? Endi yozgi kanikul, hamma dam olyapti. Bundan keyin videolar ham juda ham ko'p chiqadi. Sizlar faqatgina kutinglar. Hop, keyingisi ochildi mana, xayriyat. Ispaniya SM Arsenal hamma biladi. Buni Arsenal pakligini faqatgina Arsenal tushadi va bu Miguel Merino degan o'yinchi tushdi. Shuni o'rniga 117 tushganda yaxshiroq bo'lardi. Mayli. 2000 ta James oldik, bizga shu kerak edi. Hop, kengisini ham o'ynab olamiz. U PSG pak bo'ladi. PSG pak. Chempion ham kelibdi. Chempion ligada keltiribdi o'zi buni. PSJni. Hop, buni ham o'ynab olamiz. Lamin Saliba qarsak olib chiqib ketmoqda. Hop, biz ochishdan boshlaymiz Chempion ligasidan. Chempion ligasi o'yinchi tushar ekan, demak, tushunarli. Hop, bu o'yinchi adashmasam Pacho bo'lishi kerak, chunki bu davlatdan faqatgina Pacho bor. 115 Pacho tushmoqda, yaxshi. Minimal emas, maksimum emas, o'rtacha tushmoqda. Hop, bizda 2629 ta Jamesimiz bor ekan. Biz bu yerda bitta pak ochib olamiz. Hop, bizga kim tushar ekan? XP qo'shilmadi, demak bizda bor o'yinchi. O'sha tushmoqda. Keyingisi 110-120 pak bo'ladi. Bundan yaxshi o'yin tushmaydi. Lekin 20 tami adashmasam oshdi. Bu 15 bo'lishi kerak. 115 Sapnik. Kim bu? Baumgartner. 110-120 dan 117 tushmoqda. Anchagina yaxshi. 115-120 dan zo'rg'a 117 tushardik, lekin bu 110-120 dan 117 tushmoqda. Hop, biz kunlik challenge'lardan bizga berilgan sovg'alarni olamiz. 2 dona narsa qolmoqda. Buni keyinroq qilishga harakat qilamiz. Hop, buni biz almashtirishimiz kerak. Buni storydan bitta pak ochishga almashtiramiz va biz bepul pakni bu yerdan olamiz. Hop, internet. Bu yerdan har kun 3000 taga bittadan olsangiz bo'ladi. Bundan tashqari boshqa ola olmaysiz. GMSga to'g'rirog'i. FC point bo'lganda olib bo'ladi. Hop, biz 3000 taga
bitta draft olamiz. 2000 talikni ishlatib bo'lgan ekanmiz. Xo'p, draftni oldik. Endi yana bu yerda sizlarga bitta ko'rsatilgan narsa bor. Esingizga kiramiz va bu yerda sizlar Serie A, Premier Liga, Bundesliga, Liga 1 shularni almashtirib, mana shu tegis tiklardan olib turib, keyin mana bu yerda tegis bor. Shuni olsangiz bo'ladi. 20 taga bir dona 112 plusdan 116 plusgacha shu bittasini randomni tushirib beradi. Siz tanlab olmaysiz. Xoh 112, xohlaganini tushirib beradi, xullas. Xo'p, mana ko'rdingiz, bu yerda boshqa yangilanish yo'q. Biz bu yerda 10 mingtaga olamiz, liga tokenimiz yetmaydi. Bu yerda pul, bu yerda kerak emas narsalar va bizga kerak narsa bu yerda qolmadi. U30 ochmoqchi edim boshida, lekin qarasam Icon drafti juda ham oz qolgan ekan. Shuning uchun Icon draftini tugatib qo'yay degan maqsadda umuman U30 ochmadim. Chunki menga kerak emasdi, baribir tushmasdi. U30dan ko'ra o'zim almashtirib oldim ikkita o'yinchimni. Shuni o'zi ham menga yetib ortadi. Xo'p, Icon ochamiz, bitta ochamiz. Xo'p, menimcha juda ko'p oshmadi va bu oyog'i zabab tushmoqda. Keyingisi yana 5 ta oshdi. Bu ham musor. Gnabry degan o'yinchi tushdi. Xo'p, keyingisi ham Walkout yo'q, keyingisida ham Skriniar degan o'yinchi tushmoqda. Nomni qaranglar. Xo'p, keyingisi bunda ham musor o'yinchi Lopes tushmoqda. Chunki bizga XP qo'shilmadi, shundan bir olsangiz bo'ladi. Bir dona qoldi va men o'sha bir donani topdim va buni uchiramiz. Qani ketdik. Wow, oltin bo'lib chiqar ekan. Bu yerda Fransiya. Elva Geroy. Bu 118 govo uçmoqda bizga. Kakras Barcelona'ga yaxshi o'yinchi kerak edi. Ikkinchi akkauntimda Elva musor, shuning uchun Elvaga qo'yaman. Xo'p, bu yana bir marotaba, bu ikkinchi akkauntim. To'g'ri, birinchi akkauntim, bundan oldingisi ikkinchi akkauntim. Uzr, adashib ketdim. Xo'p, bu yerdan esa bizga Barjo bir balo tushdi. Bizga kerak emas o'yinchi. Xo'p, keyingisi bizda draft olish bilan o'tib ketadi. Chunki bizda 10 mingta James bor. Biz bunga draft olamiz. Xo'p, draft 2 dona bu yerdan olamiz. Xo'p, internet yaxshi ishlamayapti. Bundan uzr so'rayman. Xo'p, bizda keyingisi 4 mingta qoldi va 4 mingtaning bittasiga biz 2 mingtalik olamiz. Va bizda yana 2 mingta asrab qoladi. Buni esa ertaga 2 mingtaga bitta olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bizda 2850 ta bor. Haliroq bu 150 ta qayerdan topdilar, yoki bitta olaman yoki ertaga olishim ham mumkin, ertagalikka. Xo'p, bizdan bu yerdan uchiramiz. Bizga draft tushganda juda ham yaxshi ish bo'lardi, ammo bizga 10 ta tushmoqda. Xo'p, biz endi uchiramiz. Yana o'sha Icon draftini, chunki bizga kerak Icon. Bizda 4 dona bor. Xo'p, bizga kim tushadi? Musor. Shuni 4 donadan berib olsa juda ham yaxshi ish bo'lardi. Bizga kerakli ish bo'lardi, ammo bizga bermayapti umuman hech nima. Xo'p, bu yerda ham yo'q. 2 dona qoldi. 2 donadan ber, hatyobi oxirida yo'q. Biz bitta govoni ushladik ikkinchi akkauntimda, birinchi akkauntimda umuman ham menga omad umuman kelmayapti. Xo'p, bu yerda Walkout bor, lekin Geroy emas yoki Icon emas, chunki oltin bo'ldi. Icon yoki Geroy bo'lganda, lekin bu yerda oltin bo'lmadi. Adashmasam 115 Fortunes tushdi. Xo'p, bizda yana tugadi, 6 ta draft qoldi. Xo'p, bizda yana bir dona bor. Buni ham uchiramiz. Tushsa tushdi, bo'lmasam yo'q. Xo'p, bizga yana musor Nathan tushdi. Xo'p, bugungi pakimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizga yoqqan bo'lsa like va obunachingizdan chiqmasin. 50 ta xuddi o'sha gap, 50 ta like va 5 ta obunachi keladi. Men esa yangi videoni chiqaraman. Sizlar bilan Jon FC bo'ldi. Ko'rishguncha, xayr.